Suhrob akam, bugun qonataman deb ko'chaga chiqib qarasam, tornado Toshkentga kelib qolgan, bilmadim, shoxlar sinib yotdi, hamma yo'q, musur. Nima bo'lganiga qiziqdim. Keyin magazinga kirib, bitta Miko bilan yong'oq olib, Suhrob akam bilan ko'rishdik. Yo'lda shunaqa o'riklar to'kilib yotganini ko'rdimda, uvol deb kirib, butunlarini terib chiqdim. Chumoli bosib yotgan ekan. Keyin Suhrob akamga bittasini bersam, yeb ko'rdi. Shunaqa shirin o'rik ekan, lekin uvol bo'lib yotibdi. Men mutaqallilar ko'zimni dahshat reaksiyada. Keyin biz торговый sentrga bordik. Yerda shunaqa robotlar bor ekan. Bular yuradimi yo'qmi bilmadim. Barbekyu burgerdan borib, narsa zakaz qilib, zakazimiz tayyor bo'lguncha sok ichib o'tirdik. Keyin Suhrob akam zakaz topib keldi. Ishoninglar, shunaqa mazza qilib yedim. Bilmadim, bulchkasiga nima soladi. Shunaqa silliq tomoqdan o'tib ketar ekan, bulchkasi borligi, yo'qligi bilinmas ekan o'rtoqlar. U yoqdan chiqib biror nima oldiraman deb bijutariya qarasam, yo'qmadi. Keyin qarasam, basanojkam ochilib ketibdi. Kechib borishga qaramasdan bozor topib, bozordan shunaqa tapichka oldik. Keyin menga Suhrob akam qarab turib, "Mani qonatding, ovqat olib berdim, pulim qolmadi, mana 4 ming qoldi" deydi. Qo'lda 200 ming turibdi. Ani pulishchi desam shartda bekitib oladi. Mayli, nima bo'lsa ham normal deb soqqaga tushirdim. Keyin uyim oldiga kelgandan keyin morojniy yegim kelib, morojniy oldirib, qo'limga shovpam ekrasidan "Men o'z morojniyni oling" dedimda, "Bo'pti" deb xaylashib, bitta qarsam yana yonimda ketyapti. Ha desam, taksim shetga keladi, maylimi dedi. "Ha, bo'pti" deb uyimizga tarqaldik. Kechgacha uyimda yotib, kechki paytga 2-3 soatlik vaqtim xuddi shunday o'tdi o'rtoqlar. Sizlarda ham havo juda issiqmi, ko'chaga chiqinglar kelmayaptimi? Kommentariyada yozib ketinglar.